Buqoqni tekshirish kerakligini bildiruvchi 5 belgi. 5-inchisi sizda aniq bor. Birinchisi bu xotirani pasayishi. E'tibor bersangiz, oxirgi paytda agarda siz oddiy narsalarni unutayotgan bo'lsangiz, demak siz buqoqni tekshirish vaqtingiz keldi. Ikkinchisi semirish. Dieta qilsangiz ham, ko'p yursangiz ham, agarda ozolmayotgan bo'lsangiz, demak sizda modda almashinuvi buzilgan va bunda buqoqqa faoliyati juda ham katta ahamiyatga ega. Uchinchisi teri qurib ketishi. Agarda paypog'ingizdan, kiyimlaringizdan oq bo'lib teringiz ko'chib tushayotgan bo'lsa, teringiz qurayotganini sezayotgan bo'lsangiz, demak sizda buqoq yetishmovchiligi bo'lyapti. To'rtinchisi uyquchanlik. Boshingizni ko'tarmasdan, ertalab turmasdan kun bo'yi uyqungiz kelyaptimi yoki kun davomida ishlash o'rniga uyqungiz kelib qolayotgan bo'lsa, albatta buqoqni tekshirish kerak. Va aytib o'tgandek, 5-inchisi bu aynan sizda bo'lishi mumkin. Bu asabiylik. Bo'lar bo'lmasga asabingiz buzilsa, bolalar yoqmasa, ish yoqmasa va depressiyaga tushayotgan bo'lsangiz, qalqonsimon bezni tekshirish vaqti keldi. Qalqonsimon bezni esa aynan mutaxassisda, ya'ni endokrinologda tekshirish kerak. Endokrinologga murojaat qilish uchun telefon raqamlarini izohda qoldirdim.